Hurmatli Prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan Bekobod tumanida yo'lovchi tashuvchi poyezd qurilishiga start berildi. Bu temir yo'l Bo'ka, Bekobod, Pisket, Nurafshon shaharlarini o'zaro bog'lab, aholi uchun bir qancha qulayliklar yaratadi. Ya'ni aholimiz vodiy, voha, poytaxtga chiqish uchun bir qancha qulayliklar bo'ladi hamda temir yo'l atrofida iqtisodiy rivojlanish barqarorlashadi. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan yangiliklar boshlanyapti. Mana shulardan biri yangi temir yo'lning ochilishini marosimini o'tkazishga turibmiz. Bekobod tumanidan to Toshkentgacha, Farg'ona yo'lidangacha uzoqimizni yaqin qilayotgan davlatimizga, prezidentimizga shu mahallamizni obodonlashtirish uchun qilinayotgan sa'y-harakatlarga bundan keyin ham barakali bardavom bo'lishini Allohdan so'raymiz. Prezidentimizga uzoq umrlar tilab qolamiz. Mana shu munosabati bilan bitta she'r o'qib bermoqchiman. Yaxshilik qil, yaxshilik bir duodan qaytadir. Chiqsi yo hojating muddaodan qaytadir. Oltin olma duo ol, duo oltin emasmi? Qilganing har yaxshilik intihodan qaytadir. Yaxshi bo'l, baliq bilar, bilmasa xoliq bilar. Yori do'sting bilmasa shoh gadodan qaytadir. Yaxshilik sadaqadir, sadaqa raddi balo, oilang, farzandlaring ming balodan qaytadir. Yaxshi do'stning uyini, o'tgan bo'lsa go'rini ziyorat qil, bu ham haj, u Allohdan qaytadir. Yaxshilik qilmoq qiyin, har kimga qilmas nasib. Alloh qilsa inoyat, u xatodan qaytadir. Tanijaning sog' omon, davlating bilsang seni, ko'p duosi ko'l bo'lar, dard shifodan qaytadir. Yaxshilik ham yomonlik do'ppini qoqquncha emas, lahzada o'g'ling qizing yo oshnodan qaytadir. Yaxshilikni do'stlarim muhiddim mahkamga qo'y, el xalqdan qaytmasa, haq xudodan qaytadir. Hurmatli Prezidentimiz bizlar bu olib borayotgan siyosatlariga tomoshabin bo'lib, bizlar mana bugun O'zbekiston temir yo'llari bunga va'da beramiz. O'zi bu dasturimiz 2030-yilgacha, lekin buni tezlashtirasan dedi. Prezidentimizga minglarcha rahmat. Buni endi mana biz she'rga 75 yil bo'lib ko'chganimizga hech tasavvur qilmayapmiz. Bir qamishzor balchiqlarda yashar edik. Mana qarang, shuncha o'zgarsa 1 yil ichida, 1 yil ichida agar bu hozir bitgan obyektlarni hisoblasangiz sanoqli yo'q. Bu hammasi prezidentning sa'y-harakatlari bilan, qarorlari bilan